Hozirgilarga qaraganda o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir jallodlarni o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi shoirni bolta bilan chopib tashladi. Qarsaklar chaldi o'zbek, cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyirlar kuni to'rda she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgin Turkiston, bo'lolmadim posponing, kechir men qarab turdim xatrada bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qollari yertalashdi, otgan o'qlari qolmay, cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda, tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Madaminbekni aldashdi, 1938 cho'lponni boltalashdi. Unga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor, hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qoldi